video. Odatdagicha men boshlab jiberaman vlogni. Ertangi soat 9 bo'lib ketdi, endi biz hozir boramiz Oshxonaga. Bugun qizg'anishga qarshi forumning so'nggi kuni. Biz ertaga endi borib ketamiz. Nuriya, how's it going? So good. How'd you previous day? It was okay. I didn't go to the last bit, but yeah, it was good. Yeah. Are you excited about today's festival? I am very excited. Oh yeah. So am I. Yeah. I look very, very sleepy. I don't like it. Мирный житель с Жигитейки, который читает татарскую газету «Ну». И есть Суанас. Суанас, вот она. Суанаса, который вытаскивает своих жертв под воду. Точно, мафия o'yini. Biz keldik nihoyat Pishan bozoriga. Unda kelga bizdan biroz yordam so'radilar. Mana shamoyillar ko'rgazmasi boshlandi. Biz boshliqni va malakatlarni olib kelirga. Qo'ydik. Sharifdan bundan olib keldik. Shiyov. Yordam bergan xalq qaraldi shamoyil. Amalarning har birisining o'zining tarixi bor, o'zining ishtaligi bor. Hozir bizga biroz anglatish, sirimiz, qiziqlar, ijod. Manlar da bitti bitin. Silahşayda. Tatarlar gire her iger sema kış bire dağı ne gire sotan vermeye. Akşam vardır yigitlerimiz madur beyni arttır. Kalık yalqav abav birisi urlu ikincisi urlu. Birisi tünde yıklay almay ikincisi yıklay. Çıpırtına kışı kurmaganlarına urbap ala. Paratlarının kolu kısa olsa da şef ala. Bas kızıma pipe ayda katırak bas tıpır tıpır daf sındır iden taklasın darısı dağı mısın. Büyük tatar milletinin büyük kurum basın. Binti Ryan. Ryan. Salam. Salam. Iskandar kelala. Sulaşib olayala. Aytam, mening vlogkastimga kirarsang deyim. Narsa? Vlogkastimga kirarsang aytam. Men bir vlogger, o'zing bilasan. Ol narsa bo'ladi. Olayni mana kun davomida to'shada berim da endi atara. Kirtam endi. Men narsa aytayapti. Balay, sen qayerdan kelding o'zing, qayerdan bilasan? Finlandiya atadari bo'laman. Men avval So'men atatlari. Aya. Manda forma keldik. Aya. Tatarlar bilan yurimiz. Sening qardoshlaring ketdilar tugilmi So'menda? Ular ketdi, mening hali projelarim bor. Men ularni ko'rsatgan yashashdan tanishtirib. Anar sanangda Helsinki mana ola bilsa kelasi hafta ketamiz. Aya, mana shundaga Finlandiyadan bo'lavergan bo'laman. Savandardan Aya, bizning yaqindan bo'lsin. Mishar. Intervyu olasizmi? Olamiz. Sening o'rningda bo'lsam, o'zim darizalashmas edim g'oyib. Tekiston sho'yindi. Xayrli ishlar. Har yıl bağışlayın. Bizim de birinci yıl Pishan bozori bağısında şu menajerlarda Sirius Harry Potter eserlerinin tercümesi turunda, türlü kitaplar turunda mana biz o'zimiz taqdim etdik Harry Potter ham falsafa isimli kitobni. internetda topish mumkinligi tuzan endi. Shuning uchun bunda o'zingizga agar tilagingiz bo'lsa, kitlab qo'yingiz. Mumkinligingiz bo'lsa, yerdan bitarga. Ikkinchidan, tarjima itu qarasak, til kontentda o'zingiz bilasiz, big sign. Qo'rqqan birisi, demak, ofisda ishlarga majbur bo'lsa, Sıra? Harry Potter'ning birinchini Bitti. internetda da yozganim bor. Ko'p murojaat etdilar. Bor eta boshladik.
Saytga kelganda bizning saytimiz bor. Vaqt ko'p oladi. Chunki tarjima o'yinda butun ishlab chiqarlardan tag'in Mana bular kim yasadi deb o'ylaysiz? Mana ularni boshqarushi, go'zallikni, shivallikni qarag'azlar. Qarag'azlar o'xshagan. Shundadir qizi. Amin o'shunday qoti, biroz agressiv, ham alla qo'yan ishlab turadigan tip yoshlar ishlab turadi. Mendi. İki kış, iki kıyaş, iki kaşık kişi. Seninle bakır. İki kış, iki kıyaş, iki kaşık kişi. Sarı sübü, sıkıntıdaki sübüne savur üstüne konan. Ama saplı patsak koyulan bular. Sübün şol patsak üstünden geri kısırada. Mesela sınavda cinge şeylerinde o günün kadınlar mesela. Şolu bak tanıştırayında. Başkın degan avul var. Anda yaş olsa ama cinge dibetke kirek iken. Ulan çaybi bulan mümkün de Finlandiya'dan Helsinki'den bizning bilan tanıştırırsınız. Bizning salaklar bir söyleşimiz var. İşitasizdir da biraz söz gerek ayrılıp turan. Olayında negizlangan Bishar dialektini ko'proq bizning abi bobolarimiz ko'chib ketganlarindalar. Nijg'or tatarlari bo'lganlar ham endi bizning fin tili bilan qo'shilganroq so'rash bilasizmi? Fin intonatsiyasi bor endi. Ham shundan kelib chiqqan bizning shunday so'rashimiz. Bizda shunday so'zlar bor. Sizda qo'llanilib turgandir balki ular. Masalan biz aytamiz endi aro yaxshi deymiz masalan. Aro yaxshi. Mana bisharlar qo'llanadi deb bilaman endi. Mandagi bisharlar. Anara aytara biz endi biz baqdingmi, sen o filmni baqdingmi yoki qaradingmi sizningcha shulay betay. Tag'in narsa deymiz. Problemlar yo'q degan bir narsa o'qib ketaman balki sizga tag'inda. Qo'lingizga kelsa biror tekst bo'lsa ekan. Rahmat sizga bizimiz. Bunda kitob bor ekan, rahmat. Demak bu durduklab tayyorgan deb ataladi. Umr biz sizningcha umr deymiz, biz umr deymiz. Biz masalan afvit deymiz. G'afvit deymiz, afvit deymiz. Ya'ni anara yaqni tugul ya'ni deymiz. Masalan Rustam bugundan qisqagina vaqt oralig'ini tarazani ochib tiberdi deymiz, deymiz. Demak jannatga Ara bizningcha siz qaysi yoqdan bo'lasiz siz? Söylese bilan yangagina telefonlasha so'lashsa-da, biz söylashsa deymiz, so'lashsa deymiz. Mana shu olarak do'stlar, arab ishini aytganda men Qozondan o'zim Finlandiyada tugul, siz aytganda men Qozondan bo'lam. Ham men o'zimning do'stlar bilan tanishgandan so'ng kelgan melarning so'lashlarni o'zim oldim. Ana qizg'anchiq qarshi ketdilar, shunga ko'ra melar uchun sizlarga bo'ldim sizning qarshida. Tatar oilasi do'stlar. O'rnaga olasiz. Ko'stimasin. Tut ko'stimasin. Bulardı tende sizga mana bu forum ushuymi? Kompromat deganda boya kelganda. Ko'ngilga xo'sh kelayinde. Suyunib qo'ya olmayman. Umrlikka qolar bu mezgillar. Bizlar yana qizlar bilan majburlab oldik biroz. Ular Shila bilan Go'zaliya. Endi Shem bozori izdan oxirga yaqinlashsa. Tag'ı bir kun yolg'iz bordik, yo'l ham sen, oy ham biz, suv ham tuz, ko'zga yoshlar to'la bordik, sening kabaklarga menga tuza ola. Saraylar sarov Sarman buylarında diksililer Payda saray bizne sandılar Hamida Mazarında yere geliyorka Dergen yaptı başkan adına Hamida Валентин, последний день форума? Да.
Какие впечатления? Все супер, город красивый, все организовано красиво. Очень большое спасибо всем создателям этого форума. Надеюсь, что через 2 года приеду, также все будет красиво. Ты уже из Латвии приедешь? Ну да, откуда еще? А что ты слушаешь сейчас? Шансон. Сегодня он по набережной прогулялся. Вообще красота у вас, у нас в Латвии такого нету. Ну вот, видишь, знаешь, это же... Вам нужно, опять же, троим придумать слово на «ста». Допустим, станок. И вот такие, типа... На нем изготавливают что-то там. Да. И вот такие, они типа... не понимают, что это станок. А ты понимаешь, ты говоришь, есть контакт, ты тоже думаешь. Да. Мы считаем до 10, если она за это время не скажет нам, мы говорим станок. I want to film Marat talking. Татарша инде бик матур сөйлешет. А сен сізге үйлерде татарша сөйлешет? Әлбәттә мин гел татарша. Мин иң күп сөйләшә торган тел татарша. Мәктәптә? Well, only Мин аңламыйм. Бүген пешен базарда. Я не понимаю. Университетта русча инде уку. Уку русча, инглизчә, алманча. Ничек теге татар телевизионы ничек шулай тотасыз дип әйтәм инде. Яхшы дәрәҗәдә тотасыз татар телевизионы. Siz aytasiz, otnaga 2 otnaga bir topqir uchrashamiz sizmi? Andan qolasiz nechik? Plus to'g'onlarim bilan uchrashasiz. Nechik alar to'g'onlaringiz qo'yasizmi? Angliyadami? Yo'q, Tataristonda. Skype ashlasizmi? Ayi, Latviyada yashaganda. Ayi. Mening tatar tili o'qituvchi bor edi. So, Nuriya's making a resolution that she in 2 years will speak like upper intermediate level of Tatar. And here we go, handshake, 1, 2, 3. Thank you. I pay you 1 month salary. Wow, 1 month's salary if you don't make it in 2 years. Oh, his salary mine or his?